U menga bir marta savol bergan edi. Agar men bir kun yo'q bo'lsam, sen nima qilasan? Men kulib qo'ygandim. Chunki u ketishini tasavvur ham qilmagandim. Lekin u ketdi. Aziz hayotini hech qachon jiddiy qabul qilmagan. U uchun kunlar shunchaki o'tib ketardi. U ertalab uyg'onardi, lekin nima uchun uyg'onganini bilmasdi. U ko'chaga chiqardi, lekin qayerga ketayotganini o'zi ham aniq tushunmasdi. Atrofidagi odamlar doim nimagadir shoshardi. Kimdir ishga, kimdir uchrashuvga, kimdir uyiga. Aziz esa shunchaki yurardi. Ba'zida u o'zini kuzatardi. Go'yo o'z hayotini chetdan tomosha qilayotgandek. Va har safar bir xil savol paydo bo'lardi. Men qachon yashashni boshlayman? Lekin bu savolga hech qachon javob topilmasdi. O'sha kuni ham hammasi odatdagidek boshlangandi. Aziz bekatda turardi. Qo'lida telefon bor, lekin u hech narsaga qarayotgani yo'q. U shunchaki vaqt o'tkazayotgan edi. Ichida esa g'alati bo'shliq bor edi. Bu bo'shliqni u anchadan beri his qilardi, lekin unga o'rganib bo'lgandi. Shu payt uning e'tibori bir nuqtaga qadaldi. Qiz. U boshqa qizlarga o'xshamasdi. U e'tibor jalb qilishga urinmasdi. U jim turardi. Qo'lida kitob, ko'zlari esa sahifalarda. Atrofdagi shovqin unga ta'sir qilmayotgandek edi. Aziz qarab qoldi. Bu oddiy qarash emas edi. U o'zini to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin yana qaradi. Yana va yana. Ichida nimadir harakat qilayotgandek edi. U bu hissiyotni ilgari his qilmagan edi. Avtobus kelgach, ular birga chiqishdi. Aziz ichkarida turdi. Qiz esa oynaga yaqin joyga o'tirdi. Aziz yana qaradi. Bu safar u qizni emas, o'zini tushunishga harakat qilardi. Bu nima o'zi? Dedi u ichida. Lekin yurak izoh bermaydi. U faqat sezadi. Avtobus to'xtadi. Qiz tushdi. Aziz esa joyida qoldi. Va o'sha payt u ichida g'alati bir og'irlik his qildi. Bu yo'qotish hissiga o'xshardi. Lekin u hali hech narsani yo'qotmagan edi. Ertasi kuni Aziz yana o'sha bekatga bordi. Bu safar u o'ziga yolg'on gapirmadi. U qizni ko'rish uchun kelganini tan oldi. Va u yana keldi. Bu safar Aziz uzoq turmadi. U yaqinlashdi. Yuragi tez ura boshladi. Qo'llari sovib ketgandek edi. Kechirasiz. Qiz boshini ko'tardi. Ko'zlari sokin edi. Lekin bu sokinlik ichida nimadir bor edi. Ha? Siz har kuni shu yerda turasizmi? Qiz yengil kuldi. Ha, men ham. Jimlik. Lekin bu safar jimlik noqulay emas edi. Ismingiz nima? Dedi Aziz. Madina. Men Aziz. Shu oddiy tanishuvdan keyin ularning hayoti asta-sekin o'zgarishni boshladi. Avvaliga kichkina gaplar, keyin uzoqroq suhbatlar, keyin esa ular bir-birini kutadigan bo'lishdi. Aziz endi har kuni ertalab uyg'onishga sabab topdi. Bu sabab Madina edi. U buni ovoz chiqarib aytmasdi, lekin ichida his qilardi. Madina esa u ham boshqacha edi. U ko'p gapirmasdi, lekin u tinglardi. Va eng qizig'i, u Azizni tushunardi. Bir kuni Madina to'satdan so'radi. Aziz, sen nimadan qo'rqasan? Aziz hayron bo'ldi. Nega bunday savol? Shunchaki. Aziz o'ylab qoldi. Yo'qotishdan. Nimani? Odamlarni. Madina bosh irg'adi. Demak, sen hali hech kimni to'liq topmagansan. Bu gap Azizni jim qoldirdi. Senchi? Madina biroz jim qoldi. Balki nima? Balki kech.
Aziz bu gapni tushunmadi. Lekin bu gap uning ichida qoldi. Va u hali bilmasdi. Bu gap keyinchalik uning hayotini sindiradigan gapga aylanishini. Aziz o'sha kundan boshlab hayotida birinchi marta nimanidir kutadigan bo'ldi. Bu oddiy kutish emas edi. Bu ichkaridan keladigan, odamni bezovta qiladigan kutish edi. U ertalab uyg'ongan zahoti telefoniga qarardi. Vaqtni tekshirardi. So'ng ichida bitta fikr paydo bo'lardi. Bugun u keladimi? Oldin u uchun kunlar bir xil edi. Endi esa har kun boshqacha edi. Chunki har kuni u Madinani ko'rishi mumkin edi. Bu mumkin so'zi uni yashatardi. Bir necha kun ichida u o'zini o'zgargandek his qila boshladi. U ko'proq gapira boshladi. U ko'proq o'ylay boshladi. Eng muhimi, u o'zini kimdir bilan bo'lishni xohladi. Bu hissiyot unga yangi edi. Bir kuni ular yana bekatda uchrashishdi. Bu safar Aziz birinchi bo'lib kuldi. Bugun kech qolmadingiz. Madina ham yengil kuldi. Siz ham. Bu kichkina gap edi. Lekin Aziz uchun bu ham yetarli edi. Avtobus kelguncha ular jim turishdi. Lekin bu jimlik og'ir emas edi. Bu jimlik ularni yaqinlashtirayotgan jimlik edi. Sen doim kitob o'qiysanmi? Dedi Aziz. Har doim emas. Nima haqida o'qiysan? Madina biroz o'yladi. Odamlar haqida. Odamlar haqida kitob bo'ladimi? Eng qiziq kitoblar shular. Aziz kuldi. Unda men ham kitob ekanman. Madina unga qaradi. Balki, lekin seni hali o'qib bo'lmagan. Bu gap Azizni jim qoldirdi. U birinchi marta o'zini kimningdir ko'zida qiziqarli his qildi. Bu hissiyot unga yoqdi. Kunlar o'tdi. Ular endi faqat bekatda emas, boshqa joylarda ham uchrashadigan bo'lishdi. Ba'zida ular shunchaki yurishardi. Ba'zida kichkina kafega kirishardi. Ba'zida esa hech narsa qilmasdan o'tirishardi. Va qiziq tomoni, bu oddiy lahzalar Aziz uchun eng qimmat lahzalarga aylana boshladi. Bir kuni ular parkda o'tirishdi. Atrofda bolalar yugurardi. Kimdir kulardi, kimdir telefonda gaplashardi. Hayot o'z yo'lida davom etardi. Lekin Aziz uchun vaqt go'yo sekinlashgandek edi. Aziz, dedi Madina. Ha? Sen baxtlimisan? Bu savol kutilmagan edi. Aziz darrov javob bermadi. U o'yladi. U o'zini tekshirdi. Bilmayman, dedi oxiri. Nega? Chunki men oldin baxtli bo'lganmanmi yoki yo'qmi, bilmayman. Madina bosh irg'adi. Demak, sen hali haqiqiy baxtni his qilmagansan. Balki emas. Unda nima? Madina unga qaradi. Sen endi his qilyapsan. Aziz yuragi tez ura boshlaganini sezdi. Nimani? Madina biroz jilmaydi. O'zingni. Bu gap Azizni o'ylantirib qo'ydi. O'sha kundan keyin u ko'proq o'ylay boshladi. U o'z hayotini tahlil qila boshladi. U kim ekanini, nima xohlashini tushunishga harakat qildi. Va asta-sekin u bitta narsani anglay boshladi. U Madinaga o'rganib qolayotgandi. Yo'q, bu oddiy o'rganish emas edi. Bu bog'lanish edi. Chuqur, sokin, lekin kuchli. Bir kuni Aziz kech keldi. U yugurib keldi. Madina bekatda turardi. Lekin bu safar u kulmadi. Kech qolding, dedi u. Bu gap oddiy edi, lekin ohangi boshqacha edi. Uzr, ish chiqib qoldi. Madina bosh irg'adi. Mayli. Lekin bu mayli oldingidek emas edi. Bu mayli ichida nimadir bor edi. Aziz buni sezdi, lekin e'tibor bermadi yoki bermoqchi bo'lmadi.
Shundan keyin kichik narsalar o'zgara boshladi. Madina kamroq gapira boshladi. Kamroq kulardi. Ba'zida uzoqqa qarab qolardi. Go'yo u bu yerda emas, boshqa joyda yashayotgandek edi. Aziz buni ko'rardi, lekin tushunmasdi. Bir kuni u nihoyat so'radi. Nima bo'lyapti o'zi? Madina unga qaradi. Hech narsa. Yo'q, nimadir bor. Har doim ham hamma narsani tushuntirib bo'lmaydi. Menga aytishing mumkin. Madina jim qoldi. Bu jimlik hamma narsani aytib turardi. Aziz ichida bezovtalik paydo bo'ldi. Bu oddiy xavotir emas edi. Bu yo'qotishdan qo'rqish edi. Bir kuni Madina to'satdan dedi. Aziz, ha? Agar bir kun men kelmasam, sen nima qilasan? Aziz darrov javob berdi. Kelishingni kutaman. Madina unga qaradi. Qancha vaqt? Aziz o'ylab qoldi. Bilmayman, qancha kerak bo'lsa. Madina yengil jilmaydi. Lekin bu kulgu quvonchli emas edi. Ba'zi kutishlar tugamaydi, Aziz. Bu gap uning yuragiga og'ir botdi. Sen kelasan. Balki emas. Madina ko'zlarini pastga qaratdi. Sen hali tushunmading. Nimani? Madina javob bermadi. Bu javobdan ham og'irroq edi. Aziz o'sha kuni uyga qaytgach, ichida g'alati his bilan qoldi. U bir narsani aniq sezdi. Ular yaqinlashmayapti. Ular asta-sekin uzoqlashyapti. Va eng yomoni, u bunga hech narsa qila olmayotgandi.